Bugungi ko'rsatuvda katta xato. Sog'liqni saqlash vaziri 2 haftalik karantinda qolishga majbur bo'layotgan Tokio Nur-Sulton reysi yo'lovchilaridan uzr so'radi. Bek Air kompaniyasi mamlakatimizdagi aviatashuvchilar safiga qaytadimi? Fuqaro aviatsiyasi tashkiloti rahbari muxbirimiz savollariga javob berdi. Juda iliq va qorli. Bahor Qozog'istonga har safargidan 3 hafta ilgari keladi. Mamlakat toshqin ehtimoliga qanday tayyorlanmoqda? Qozog'istonlik yulduzlar Abay she'rlarini o'qiydi. Kazaq TV telekanali Dala so'zi loyihasini boshladi. Sog'liqni saqlash vaziri Tokio Nur-Sulton yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan samolyot yo'lovchilariga Diamond Princess laynerida bo'lgan qozog'istonliklar ham ular bilan birga uchayotgani bildirilmaganini katta xato deb atadi. Eslatamiz, 23 fevral kuni kelgan yo'lovchilarning hammasi Nur-Sulton shahrida 2 haftalik karantinga olingan. Yeljan Bertanov ta'kidlashicha, ularni uy karantiniga o'tkazish masalasi muhokama qilinmoqda. Контактные в самолете были, да, действительно это такое большое недоразумение. Kontaktda bo'lganlar samolyotda edi. Haqiqatan bu katta xatolik. Bunday vaziyatlarda ba'zan shunaqasi ham yuz beradi. Buning uchun uzr so'raymiz. Biz barcha yo'lovchilarni tekshirdik. Baxtimizga hech kimda koronavirus aniqlanmadi. Hozir esa bu borada qanday ish ko'rishni muhokama qilyapmiz. По тому, как дальше мы будем с ними двигаться. Fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi raisi Talg'at Lastayev ham vaziyatga izoh berdi. Uning aytishicha, kompaniya xodimlari bu haqda samolyot havoga ko'tarilgandan keyin bilgan. Shuning uchun yo'lovchilarni ogohlantira olmagan. О том, что после рейса необходим карантин, aviakompaniya и представителям Reysdan keyin karantin zarurligi aviakompaniya vakillariga parvoz vaqtida aytilgan. Aviakompaniya mazkur reysda aynan shu fuqarolar borligi haqida ma'lumot olmagan. Ayni vaqtda Yaponiya tomoni yo'lovchilar karantindan, testlardan o'tgandan so'ng chiqib ketishiga izn bergan. Biletlar umumiy tartibda sotib olingan. После своего карантина, после тестирования, они приобрели билеты в общеустановленном порядке. Bugun ma'lum bo'lishicha, mamlakat sharqida koronavirus yuqqan-yuqmaganini tekshirish uchun 15 odam maxsus statsionarga joylashtirildi. Ulardan 11 nafari qozog'istonlik, 4 nafari Xitoy fuqarosi. Viloyat sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ularning birortasida xavfli kasallik alomatlari yo'q. Bek Air aviakompaniyasi samolyotidagi falokatdan jabrlangan 52 fuqaroga davlat tomonidan tovon to'landi. Bu haqda Fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi raisi Talg'at Lastayev ma'lumot berdi. Те выплаты, которые Davlat tomonidan 52 nafar jabrlangan fuqaroga to'lanishi ko'zda tutilgan mablag' to'liq berildi. Ularga barcha to'lovlar o'tkazib berildi. Hozir sug'urta to'lovlari amalga oshirilyapti. Sug'urta kompaniyalariga kelsak, unda ular taqdim etishi zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxatiga bog'liq. Bu yerda qator hujjatlar talab qilinadi. Bu hujjatlar berilganidan so'ng tegishli sug'urta kompaniyasi ko'rsatilgan mablag' miqdorini to'liq qoplaydi. Bu masalani biz o'z nazoratimizda tutib turibmiz. платить все необходимые суммы, мы этот вопрос на контроле держим. Bek Air parvozlarni boshlaydimi? U yana mamlakat aviatashuvchilari safiga qaytadimi degan savolga Talg'at Lastayev ijobiy javob bermadi. Bu masala yechimi tegishli protseduralar bo'yicha qaror qabul qilingach oydinlashadi. В настоящее время инспекционная проверка. Bugungi kunda Bek Air kompaniyasi to'liq tekshiruvi amalda nihoyasiga yetdi. Hisobot tayyor bo'ldi. Belgilangan tartibga binoan kompaniya vaziyatni yaxshilashga yo'naltirilgan ish rejasini shakllantirish huquqiga ega. Agar shu reja qoniqarli deb topilsa, aviakompaniya yil ichida barcha kamchiliklarni bartaraf qilish uchun vaqt beriladi. Bu ish amalga oshirilmasa, tegishlicha litsenziyani qaytarib olish jarayoni davom ettiriladi. Bu jarayonlar davom etayotgan davrda kompaniya faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Подчеркнуть, что на это время, то есть деятельность компании будет приостановлена. Joriy yilda Qozog'istonda qish o'tgan yilgiga nisbatan 2-3 hafta ilgari chekinishi kutilmoqda. Kunlar isishi bilan bir vaqtda yuz berishi mumkin bo'lgan toshqinlar xavfini hisobga olgan holda tegishli xizmatlar tayyorgarlik ishlarini kuchaytirdi. Hukumat uyi qoshida o'tkazilgan maxsus brifingda Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yuriy Ilin bu haqda ma'lumot berdi. Shuningdek, poytaxtda Aqmo'la, Sharqiy Qozog'iston, Qarag'anda, Qo'stanay, Pavlodar va Shimoliy Qozog'iston viloyatlarida ahvol og'irlashishi xavfi bor. Mahalliy ijro organlari aholi manzilgohlaridan 8-18
million kub metrdan ziyod qor chiqargan. Ayni vaqtda inert materiallar, qum solingan qoplar va portlatuvchi moddalar zaxirasi tayyorlab qo'yilgan. Suv bosgan taqdirda aholini ko'chirish uchun 1707 ta manzil tayyorlangan, marshrutlar aniqlangan, zarur transport vositalari ajratilgan. Soha rahbari o'rinbosari favqulodda holat yuz bergan taqdirda ko'riladigan chora-tadbirlar va zarur narsalar ro'yxatini ham tilga oldi. Прогноз, который на сегодняшний день мы имеем, он основан по состоянию на 1 февраля. Исходя из этого прогноза мы определили для себя наиболее... Mavjud taxminlar 1 fevralgacha bo'lgan vaziyatga ko'ra chiqarilgan. Shunga asoslanib, aholiga bevosita xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlardan kelib chiqqan holda ish maydonini belgilab oldik. Bahorga qor erishi tufayli favqulodda holatlar yuz berishi mumkin bo'lgan 600 ta aholi manzilgohi nazoratimizda. Ob-havoni kuzatish markazi bergan yanada aniqroq ma'lumotlarga ko'ra, 1-martdan faoliyat yuritamiz va qor ko'p yig'ilib qolgan uchastkalarda yuz berishi ehtimoli bo'lgan vaziyatlar bo'yicha tayyorgarlik ko'ramiz. Suv toshqini yuz bersa, hujjatlar, qimmatbaho buyumlar, ehtiyoj buyumlarini olishingizni so'raymiz. Как всегда мы говорим, это вещи первой необходимости, это свои подтверждающие документы, ценные вещи для того, чтобы на время эвакуироваться в безопасное место. Almatida BMT hubi tashkil qilindi. U Markaziy Osiyo davlatlari va Afg'onistonning barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha faoliyatini muvofiqlashtiradi. Jenevada bo'lib o'tayotgan inson huquqlari bo'yicha BMT kengashi 43-sessiyasida Tashqi ishlar vaziri Muxtar Tiloberdi shu haqda ma'lumot berdi. Uning aytishicha, mazkur loyiha Qozog'istonning xalqaro va mintaqadagi nufuzi oshishiga xizmat qiladi. Tashqi ishlar vaziri mamlakatda ro'yobga chiqarilayotgan boshqa tashabbuslar, tinglovchi davlat konsepsiyasi, ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun javobgarlikni oshirish haqida ham so'z yuritdi. Особый интерес делегации, конечно, вызвали проводимые нашим президентом политические реформы. Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosiy islohotlar katta qiziqish uyg'otdi. Men o'z ma'ruzamda mitinglar o'tkazishga doir qonunchilikdagi o'zgarishlar, ijtimoiy ishonch milliy kengashi faoliyati to'g'risida batafsil to'xtaldim. Fuqarolarimizni Suriya va Iroqdan olib chiqishga oid Jusan va Rusafa amaliyotlari ro'yobga chiqarilishi katta qiziqish uyg'otdi. Операции Жусан и Русафа по возвращению наших граждан из Сирии и Ирака. Qurolsizlanish bo'yicha konferensiya tribunasida nutq so'zlar ekan Muxtar Tiloberdi Qozog'iston elboshining 2045-yilgacha yadro qurolidan xoli dunyoga erishish to'g'risidagi tashabbusiga sodiqligini ta'kidladi va mamlakat yadro qurolini taqiqlash to'g'risida shartnoma ratifikatsiya qilganini bildirdi. U forum ishtirokchilarini yadroviy qurolsizlanish, kosmosda qurollanish poygasining oldini olish va yadro quroliga ega bo'lmagan davlatlarga xavfsizlik kafolatlarini berish to'g'risida yangi shartnomalar ishlab chiqish bilan shug'ullanishga chaqirdi. Казахстан всегда занимает очень активную позицию, и все страны всегда с большим вниманием относятся. Qozog'iston hamisha faol mavqe egallagan va barcha mamlakatlar uning tashabbuslarini diqqat bilan tinglaydi. Bugungi kunda qator tashabbuslar inson huquqlari, qurolsizlanish, umuman olganda barqaror taraqqiyot maqsadlari bilan bog'liq. Chunki 2030-yilgacha juda oz vaqt qoldi. Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish yo'lidagi 10 yillikka kirdik. Bunda ham Qozog'iston hamisha faol qatnashadi. Цель устойчивого развития Казахстан здесь тоже очень активно всегда участвует. TIV rahbari Butunjahon savdo tashkiloti bosh direktori Roberto Azevedo bilan uchrashdi. Spikerlar BSTning 12-vazirlar anjumaniga taraddud rejasi haqida so'z yuritdi. Darvoqe ushbu tadbir iyun oyida Nur-Sultonda bo'lib o'tadi. O'tgan yil Qozog'istonda ishlab chiqarilayotgan yashil energiya miqdori deyarli 80% ga ortdi va 2,4 milliard kilovat-soatga yetdi. Ayni vaqtda umumiy ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi 2,3% ni tashkil qildi. Joriy yilda bu ko'rsatkich 3% ga yetishi kutilyapti. Energetika vazirligi vakillari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda mamlakatda 18 ta yangi loyiha ishga tushiriladi. 200 megawatt quvvatga ega Jambil viloyatidagi va poytaxt yaqinidagi ikkita yirik shamol energetika stansiyalari shulardan. Umuman olganda joriy yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasiga $600 million atrofida xususiy investitsiyalar jalb etiladi. Путем реализации проекта возобновляемой энергетики Казахстан может выполнять свои международные обязательства по снижению. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari loyihalarini ro'yobga chiqarish orqali Qozog'iston parnik gazlari chiqarishni kamaytirish bo'yicha zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni bajara oladi. Eslataman, mamlakatimiz Parij iqlim shartnomasiga qo'shilgan. Avvalroq biz Kyoto protokoli ishtirokchisi edik. Shuning uchun ham Qozog'iston xalqaro miqyosda karbonat angidrid chiqarish darajasini kamaytirishi zarur. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari esa bu borada eng samarali usullardan biri. Qozog'iston xalqaro doiralarda nufuzga
ekanligi ayni vaqtda biz qo'shni davlatlar, shu jumladan O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlarni kuzatib boryapmiz. Bizning tajribamizni ko'chirayotganlar ham bor. Очень внимательно отслеживаем, что делается у соседей, в частности, допустим, в Узбекистане. Наш опыт также перенимает. Tojikistondagi eng yirik avtotrassa rekonstruksiyasi yakunlanmoqda. Dushanbe-Buxtar yo'li Markaziy Osiyo davlatlarini Xitoy bilan bog'laydi. Tojikistondagi eng serqatnov yo'llardan biri hisoblanadi. Undan sutkasiga 20 mingta mashina yuradi. Shunday muhim obyekt qurilishiga daxldorlikni his etish odamga huzur bag'ishlaydi. Yaqinda haydovchilar ishimizga baho berishi mumkin. Avtotrassada tiklash ishlari yakunlangach, unda tezlik ortadi. Yo'l chetiga yoritgichlar o'rnatiladi. Qishloqlar aholisi, texnika, mollar o'tishi uchun ko'priklar, yer osti o'tish joylari quriladi. Ta'mirlash natijasida bu yo'l haydovchilar uchun ancha xavfsiz bo'ladi. Quruvchilar bahorda bu obyektni foydalanishga topshirmoqchi. Niderlandiyada buyuk Abay merosi o'rganilmoqda. Qozoq yozuvchisi Muxtor Avezovning nevarasi Zifa Alva turmush o'rtog'i gollandiyalik olim, arabshunos va turkshunos Robert Ermes bilan birga bir necha yildan buyon qozoq shoiri ijodini tadqiq etmoqda. Shu kunlarda olimlar Abay qora so'zlarini ingliz va niderland tillariga tarjima qilish ustida ishlayapti. Abayning еңбектерінде bizga, жаңа ұрпақтарға ko'p kengеш, ko'p saboq bor. Biroq Abay ijodida biz kelgusi avlod uchun juda ko'p nasihatlar bor. Asarlardan saboq chiqarish mumkin. Eng muhimi, u bizga qozoq tili naqadar go'zalligini bor bo'yicha namoyish etgan. Mutafakkir yaratgan asarlar tili shu qadar keng va boyki, ularni to'laqonli tushuna olish uchun qozoq tilini o'rganish shart. En aldından meningse Abayning жақсы түсіну үшін сол тілді жақсы öğrenүү керек. Балауса көздедің бір кезде, шашында ақ бантик байлаған. Natan Vester qozoqcha qo'shiqlarni bajonidil ijro etadi. U 10 yil Qozog'istonda yashadi. Yurtimiz madaniyati va an'analari haqida ko'p narsa bilib oldi. Hozir u Abayning o'lmas asarlarini asl nusxada o'qib, undagi falsafani to'la-to'kis anglab yetishga harakat qilmoqda. Ma'na degan Xudoy sendер өзіңіздің күш және қабілеттерді қолдана tash yerdi. Bu matn gollandcha shunday: agar Allohga ishonsang va imkoniyat, iste'doddan foydalansang, toshni ham yumshatish mumkin. Ammo uning ma'nosini to'g'ri anglash uchun matnni golland va qozoq tillarida o'qib chiqishimiz zarur. Ma'nosini tushunayman былай o'qisam, biroq qaysi qozoq so'zbен әлі мен өзім білмеймін. Бірақ мен қазір ойлап жатырмын, мысалы өзім бірінші голландша o'qiyman, so'sin qozoqcha. Qozog'istonda Natan Vester o'z taqdirini uchratdi. Niderlandiyalik volontyor Evelyn bilan tanishdi. Ular shu yerda turmush qurdi va 3 nafar farzand ko'rdi. Ularga qozoqcha ismlar berilgan. Natan va Evelyn Berik, Ayana va Sauli ulg'aygach oila bunyod etilgan. Mamlakatni ularga batafsil tanishtirish orzusida. Abay she'rlari Belarus tilida yangradi. Poytaxtdagi Do'stlik uyida buyuk shoir va ma'rifatparvarning 175 yilligiga bag'ishlangan Abay va ko'p tillilik deb nomlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Qozog'iston Xalqi assambleyasi ko'magida tashkil qilingan tadbirda taniqli olimlar, fan doktorlari, poytaxt etno-madaniyat markazlari raislari ishtirok etdi. Ular fikricha Abay bebaho meros qoldirgan. Bugungi kungacha shoir asarlari respublika sarhadlaridan uzoq-uzoqlarda ham Qozog'iston sharafini yoymoqda. Biz Abay misolida ona tilini ham, boshqa xalqlar tilini ham bilish naqadar muhimligi haqida so'z yuritmoqchimiz. Nazarimda eng muhim tadbirlar endigina boshlanib kelyapti. Abayning 175 yilligi voqealarga boy va samarali bo'ladi. Будет очень плодотворным, насыщенным. Kazakh TV telekanalidagi yangi loyiha yulduz mehmonlari qozog'istonliklarni she'riyat dunyosiga sho'ng'ishga chaqiradi. Mashhur aktyor va xonandalar Ulug' Abay Qulonboyev va boshqa mualliflar asarlaridan parchalarni ifodali o'qiydi. Loyiha o'ylangani kabi yosh avlod poetik madaniyatini o'rganishi va anglab yetishda yangi turtki beradi. Өлсем орным қара жер, сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялша қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім, мұз болмай ма? Ғашықтық, құмарлықпен ол екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.
Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым. Мен не болсам болайын. Сен аман бол. Әсемпаз болма әр неге. Өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан.